Hürmetli vatandaşlarımızı davamlaştırımız. Prezident Trump 30 yıldan beriki en zor kölemlik baş islahatı kanun layihasi imza koydu. Mavzulu haber 13 yani 23. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan kılın. Haber bundak başlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 5 kuni, ya'ni 22 kuni Oqsaroyda 1 trillion 500 milliard yuanlik boj kamaytirish islohoti qonun loyihasi imzo qo'ydi. Bu qonun loyihasi shu kuni qonunga aylandi, kuchga ega bo'ldi. Bu Aksaray ve Cumhuriyetçiler Partisi'nin uzun sözülgen, yani 1 yıllık tirişçallığının neticesi. Amerika'da murakkab baş kanunu 30 yıl icra kılıngandan beriki en zor islahat. 30 yıldan beriki zor kölemlik baş kemaytirish bulup hesaplanır. Bu kanundaki nurgun maddeler 2018 yılı 1. aydan başlap kuchga ega bo'ladi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Men Amerika xalqiga va'da berib, men sizlarga sovg'a taqdim qilaman degan edim. Balki meclis qonunining ma'qullanishiga ergishib, men ham bu va'damni amaliyalashtirdim. Prezident Trump yana bunday ko'rsatdi. Bu qonun Amerikaning iqtisodini ilgari surdi. Bazı şirketlerdeki baş kemaytirish bilanla, bazı şirketlerde baş kemaytirish bilanla ish xizmatchilarga mukofot beradiganligidan umid kutishga bo'ladi. Bexatarlik komiteti yana bir mavzu, Chaushanga yangidan embargo yurgizish qarorini birdek ma'qulladi. Mavzuli xabar 12 ayning 23 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. New York Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Komiteti haftaning 5 günü Chaushanga yangidan embargo yurgizish qarorini birdek ma'qulladi. Bu türlük Amerika tarafından o'tirib qo'yilgan Chaushanga embargo yurgizish tayyor neft mahsulotlarining Chaushanga kirishini zo'r ko'lamda azaytirdi. Chet elde ishlab pul tepayotgan Chaushanliklar Chaushanga qaytariladi. Balki Chaushanning to'shish parxodlari to'xtatib tekshiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doimiy turishliq vakili bu qaror bugungacha Chaushan to'g'risida ma'qullangan eng qattiq qarordir deb ko'rsatdi. Bu türlük yana embargo yurgizish qarori sizlarga kirishsin. O'z ishiga olgan tayyor neft mahsulotlarini 90% azaytishni o'z ishiga oladi. 500 ming barreldan oshib ketmaslik doirasini cheklaydi ham neftni eksport qilish. Ya'ni Chaushandan ham neft import qilishning normasi 4 million barrel atrofida bo'lishini cheklaydi. Qaror bunday talab qilindi. 12 ay içinde chet elde ishlayotgan barliq Chaushanliklar Chaushanga qaytariladi. Amerikaning statistika qilishiga qaraganda hozir 93 ming Chaushanlik chet elde xizmat qilib o'tadi. Bu kishilar har yili Chaushanga 500 million dollar kirim qiladi. Amerikada doimiy turishliq vakil Birleşken Devletler Teşkilatı daimi turishliq Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili Nikki Haley bunday ko'rsatdi. Avval embargo qilish qarori Chaushanning 90% import qilishini chekladi. Bu qaror Chaushanning eşindi mahsulotlarini eksport qilishni cheklaydi. Chaushanning yillik kirimida 2 milliard 50 million dollar chektirildi. Deganga baravar. Qarorda dastlabki bunday talab qilindi. Barliq davlatlar Chaushanga eksport qiladigan tayyor mahsulotlarning umumiy miqdorini doklad qilish kerak. Chaushani ko'p miqdorda xam neft bilan ta'minlaydigan Jungo 2013-yildan boshlab har qanday tayyor mahsulotga munosabatli statistikalik ma'lumot orttirib olib chiqmadi.
Amerika'nın harbiy zarb berish niyetini sezdik. Mavzulu haber, endi kichikgina bir haber 23 kun Twitter orbitida e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Çavuşan Tashqi ishlar ministrligi 23 kuni Amerika'nın stratejik siyosatini ayblab, Amerika dunyoning taqdirini kechiringlar, taqdirini o'zi xohlagancha belgilamoqchi bo'lib o'tadi deb ko'rsatdi.